Bismillah deb boshlaymiz hamma ishni. Xudodan so'raymiz, yaxshi chiqsin ishim deb. Men Qo'chqorova Muhabbat. Buxoro viloyati Shofirkon tumanini Talija qishlog'ida yashayman. Yoshim 55 ga. Shu kashtachilik bilan shug'ullanaman. 26 yil bo'ldi bu ishni boshlaganimga. Chizmalarni o'rganganman onamdan, ha. Yo'q, onamning yonlariga o'tirib yoshlikdan shu o'quvchilik vaqtlarimiz u kishi bizlarni endi qizlarga, kelinlarga shunaqa narsalar tikaydilar, o'tirib yordam beraylik. 5 ta ayol bilan boshlaganman. Hozirgi kunga 250 ta ishchim bor. Vodiydan olamiz, Marg'ilondan. Qolgan hamma ish o'zimizga. Ko'p ishchilarimiz bor. Ularga chizib, shularni ranglarini yozib, keyin ko'pincha iplarni bo'yab, hammasi o'zimizning qo'limizdan chiqib. Faqat yaxshi xayollar bilan, bunaqa zerikish, shunaqa narsalar bo'lmaydi. Shu ishimni orqasidan Amerika, Malayziya, Fransiya, Turkiya ko'rgazmalariga borganman. Vaqtlari xo'jayinim bilan biz boshlaganmiz bu ishni. U kishi davlinalar ko'tarilib birdan shunday bo'ldi. Umuman hayotdan kunlarim sovib ketgan vaqtlar bo'lgan. Hozir farzandlarim, nabiralarimga avunaman. Bo'sh vaqtlarimizga chiqamiz, aylanamiz bachalar bilan. Kuylarim bor, tovuqlarim bor, ularning yoniga boraman. Qo'ymaymiz, dadam xafa bo'ladilar degan. Keyin yana boshlab ketganmiz chala ishlarni davom ettirib. O'zim uchun ham emas, baribir odamlar, ishchilarim uchun. Keyin yana harakat qilganman. Keyin endi shuncha ishchilarim bor. Ular beish qolib ketdi, unisi ish so'rab keladi, bunisi. Ketgandan keyin baribir men sotganimga qaramaydi bular. Tikib ketirib topshirdim, pulini olib ketadi. Bular chiqarganda meni nimadan? Ha, endi dadam masalan mana biza bor, biza yordam beramiz deb hammalari. Mehnatning tagi rohat ekanligini. Keladi qizlar, hammasi ham chiroyli tikmaydi. Borib ko'rgazmalarga qatnashganlarim, mehnatim befoyda ketmaganligini o'ylayman. Hamma to'siqlarni ham yengib o'tsa bo'lar ekan. Sabr qilsangiz, Xudo o'sha sabringizga yarasha mukofot berar ekan. Shu mehnatim ketidan shuncha joylarga